Assalomu alaykum, men Güliz. Men bexatarlikka doir har turli mazmunlarni ishlab ko'pchilikka sunmoqchiman. Chunki nopusimiz shunchalik azlab ketayotidi. Har bir hayotimizni saqlab qolish kimligimizning saqlanishdagi eng muhim yo'llardan biridir. Shunga oilamiz uchun, Uyg'urligimiz uchun bexatarlikka alohida diqqat qilmasak qat'iy bo'lmaydi. Bexatarlik mangu birinchi. Bugungi mazmun qurol bexatarligi. Hammalarga ma'lum, Amerikaga o'xshash ba'zi davlatlarda qurollarning qurol setilib saqlash hamda ilib yurish huquqi bo'ladi. Ammo buning shartlari bor albatta. Amerikani misol olaylik. Amerikaning quroliga yetgan qurollarning qurol setilish huquqi bor. Ammo yoshirin ilib yurishda ijozatnoma olish kerak. Chet elliklarning Amerikada qurol ilib yurish emas, setilish huquqi yo'q. Shuning bu jihatda biz Uyg'urlar alohida diqqat qilishimiz kerak. Agar qurol setilishni o'ylasangiz, birinchidan cho'qim yerlashgan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa, qonunga xiloflik qilgan bo'lasiz va cho'ng ovorchilikqa petishingiz muqarrar. Agar yeshil kartangiz bo'lsa, cho'qim munosabatli advokatlardan eng yangi bo'lgan aloqador qonun tuzumlaridan surish qilishingiz kerak. Bo'lmasa, sizga tavsiyam shuki, hargiz qurol setib olmang. Agar siz yerlashgan bo'lsangiz, qurol setib olsangiz bo'ladi. Ammo satlarda yoshirin ilib yurish uchun cho'qim yoshirin qurol ilib yurish ijozatnomasini olish kerak. Bo'lmasa, qurolni oshkor ilib yurish shart qilindi. Albatta, oshkor ilib yursangiz alohida diqqatlarni yig'isiz hamda avorchiliklarga yo'liqishingiz, hatto hayotingiz xavfga uchishi mumkin. Shunga kishilar diqqatni yig'maslik uchun yoshirin ilib yurishni tanlaydi. Ammo yo'qida degandek, buning uchun cho'qim yoshirin qurol ilib yurish ijozatnomasini olishingiz kerak. Unda bo'lsa, yerlashganlarni o'z ichiga olgan Amerika fuqarolari yoshirin qurol ilib yurish ijozatnomasini qanday oladi? Amerikada har qaysi shtatlarining qonunlarida farqlar bor. Yoshirin qurol ilib yurish qonun tuzumlariga o'xshamaydi. Masalan, siz Virginia shtatida ijozatnoma olgan bo'lsangiz, ammo u hargizmi sizning boshqa shtatda qurol ilib yurishga bo'lganligingizdan darak bermaydi. Shuning uchun har qaysi shtatlarning eng yangi bo'lgan qonun tuzumlarini izlab, bu jihatdagi eng yangi uchurlardan xabardor bo'lishingiz kerak. Chunki qonun tuzumlar davomli yangilanib mangdi. Agar avorchilik uchraganda vaqt o'tgan qonun tuzumlarini bahona qilsangiz, sudda hargiz aqmaydi. Shunga cho'qim siz turishliq shtatning eng yangi qonun tuzumlariga asosan ish ko'rishingiz kerak. Diqqat! Agar siz turishliq shtatda yoshirin qurol ilib yurish cheklangan bo'lsa, hargiz xatarga tavakkul qilmang. Endi agar siz yerlashgan bo'lsangiz, siz turishliq shtatda yoshirin qurol ilish ijozatnomasini olg'ili bo'lsa, tövəndəki bir qancha turli ishlarga alohida diqqat qilishingiz kerak. Birinchidan, eng dastlabda siz turishliq shtatning eng yangi bo'lgan munosabatlik qonun tuzumlarini izlab o'rganishingiz kerak. Bu orqali bir ish bo'lib qolsa, o'zingizni qonun orqali qo'llashda yordami bo'ladi. Ikkinchidan, eng yangi bo'lgan qonun tuzumlar orqali o'zingizning yoshirin qurol ilib yurish salohiyatiga ega yoki emasligingizni jazmlashtirishingiz kerak. Diqqat! Agar salohiyatingiz to'shmasa, o'z bexatarligingiz uchun hargiz qurol setib olmang. Uchinchidan, eng yangi bo'lgan qonun tuzumlar orqali o'zingizning yoshirin ilib yurish salohiyatiga ega ekanligingizni jazmlashtirsangiz, qurol setilishdan burun cho'qim qurol yaroqlarni bexatar ishlatish bilimlarini o'rganishingiz kerak. Buningga cho'qim keskin qarash, hargizmi qaramlik qilmaslik kerak. Bu jihatda to'rda nurg'un usullar bor. To'rtinchidan, sizning yoshirin qurol ilib yurish salohiyatingiz bo'lgandan keyin qurolni yoshirin ilib yurishni xohlasangiz, cho'qim ijozatnoma olishingiz kerak. Diqqat! Bu jihatda to'rlardan siz turishliq shtatdagi ijozatnoma olish kurslariga tizimlab, bu jihatga qonun tuzumlarini, qurolni bexatar ishlatish, qanday ilib yurish, munosabatli voqealarda qanday inkos bo'lish qatorliq muhim mazmunlarni pishiq egallab, sinoqdan o'tib, ijozatnoma qo'lga tushgandan keyin ijozatnomani ko'rsatib, ondan qurol setib olsangiz bo'ladi. Diqqat! Ijozatnomadan burun hargiz qurol setib olmang. 5-dan, yoshirin qurol ilib yurish ijozatnomasiga erishgandan keyin agar qurol setib olsangiz, USCCA, ya'ni Amerika yoshirin qurol ilib yurish jamiyatiga a'zo bo'lishingizni tavsiya qilaman. Bu jamiyat sizni qurolni bexatar ishlatish bilimlari, navbatdagi voqealar va tajriba savoqlar bilan ta'minlaydi. Shundaqla bu jamiyat orqali xatarlik ahvollarga qonunliq, qurolliq inkos qaytarish orqali o'zingizni va oilangizni qonunliq qo'llash bilimlariga erishasiz. Eng muhimi, agar siz xatarlik ahvolga tushib qolib, qurolni qonunliq ishlatgan bo'lsangiz, USCCA sizni advokat va sug'urta kafolati bilan ta'minlab, huquqingizni va eng muhimi sizni qo'llaydi.
Agar qonunliq quroling'iz bo'lib, bu jamiyatga a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi ulamni chekib qatnashsangiz bo'ladi. Men USCCA'ning bexatarlik birimlari haqida texnik ko'p videolarni ishlayman. Qiziqsangiz qonunga diqqat qiling. 6-dan yerlashgandan keyin munosabatli bilimlarni o'rganib, sinoqlardan o'tib, yoshirin qurol ilib yurish ijozatnomasini olgan bo'lsangiz, hargizmi to'xtab qolmay, o'zingizni munosabatlik hamda eng yangi bo'lgan qurol yarog' qonun tizimlari bilan, bexatarlik birimlari bilan puxtalab turing. Bular siz va oilangizning hayotini saqlab qolishda asqatadi. Diqqat! Salohiyatınız va ijozatnomangiz bo'lgan taqdirdami qurolni bexatar ishlatishni o'rganmay turib, hargiz qurol olmang. 7-dan qonunli qurol ilib yuralgandan keyinmi harakatning datlashib qolmaslik uchun cho'qim qurolni bexatar ishlatishni qarorlik mashq qilib turish kerak. Chunki mashq qilib turilsa, tayyorlik puxta bo'lsa, biror ish yuz berganda tantirab qilishning oldini olg'ili bo'ladi. Eng muhimi, o'z bexatarligi va oilaning bexatarligini qo'g'dashda cho'nqur yordami bo'ladi. Qurol ishlatishni mashq qilish o'rinlarini to'rdan topqili bo'ladi. Alayda ta'kidlab o'tamanki, yuqoriqilar faqatla munosabatlik foydali uchurlar. Qanday qilish sizning erkinligingiz va sizning har qanday harakatingizga mas'ul emas. Mazmunlarni yoqtirgan bo'lsangiz, qanunga ergashib videolarni baklab qo'yasiz. Esimizda bo'lsinki, bexatarlik mangu birinchi.